Tasavvur qiling, siz Instagramni atigi 5 minutga ochdingiz. Birinchi videodagi bitta qiz chet elga sayohat qilyapti. Keyin kimdir Ayxosdan yuqori ball olibdi. Yana kimdir yangi mashina sotib olgan, kimdir yangi biznesini boshlagan. Va siz shu payt telefonni yopasiz. Hech narsa o'zgarmagandek tuyuladi. Lekin ichingizda nimadir o'zgargan bo'ladi. Birdaniga sizga shunaqangi fikr keladiki, men hech narsa yo'l ko'rmayapman. Nimaga hamma mendan ko'ra baxtliroq? Nimaga hamma mendan ko'ra mukammalroq? Men nimaga bu darajada oddiyman degan fikr keladi. Qiziq tomoni shundaki, bu fikrlarni sizga hech kim aytgani yo'q. Instagram ham sen yetarli emassan demadi. Nimaga unda siz o'zingizni shunaqa his qildingiz? Aynan shu savolga javob izlaymiz. Va ishoning, videoni oxirigacha ko'rsangiz, telefon va Instagramga butunlay boshqacha ko'z bilan qaray boshlaysiz. Men sizga rahmat. Bu kanalda biz psixologiya va shaxsiy rivojlanish zamonaviy hayotda ongimizga qanaqa ta'sir qilayotgani haqida sodda va ilmiy asoslangan suhbatlar quramiz. Bugungi mavzu esa deyarli hammamizga tegishli. Chunki telefon ishlatmaydigan odamni topish qiyin. Instagram ishlatmaydigan odammi ham. Lekin ko'pchiligimiz bitta narsani sezmaymiz. Biz telefon ishlatyapmiz deb o'ylaymiz. Aslida esa ba'zan telefon bizni fikrlarimizni, kayfiyatimizni, hatto o'zimizga bo'lgan munosabatimizni ham boshqaradi. Va bu jarayon juda ham sekin sodir bo'ladi. Shuning uchun uni darrov sezmaymiz. Xo'sh, ko'pchilik Instagram yomon deydi. Men bunga unchalik qo'shilmayman. Instagram yaxshi emas, yomon emas. U shunchaki bitta vosita, xuddi pichoq kabi. U bilan non kesish ham mumkin, yoki qo'lingizni ham kesishingiz mumkin. Biz hammasi undan qanaqa foydalanishingizga bog'liq. Demak, savolni boshqacha beramiz. Nimaga aynan Instagramdan chiqqanimizdagi ba'zan o'zimizni boshqalardan ko'ra kamroq his qilamiz? Ya'ni oddiy odamdek his qilamiz. Buni javobi biz o'ylaganimizdan ko'ra eskiroq. Bu ijtimoiy tarmoqlar paydo bo'lishidan ancha oldin miyamizda mavjud bo'lgan mexanizm hisoblanadi. Miyamiz taqqoslash uchun yaratilgan. Inson miyasi doim taqqoslaydi. Bu yomon odat emas, bu tabiiy mexanizm hisoblanadi. Masalan, yangi sinfga kirganingizda hech kim sizga o'zingni boshqalar bilan solishtir demaydi. Lekin baribir ichingizda savollar tug'iladi. Kim mendan yaxshiroq o'qir ekan? Kimni do'sti ko'proq ekan? Kim chiroyliroq? Kim faolroq? Miyamiz atrofni tushunish uchun o'ziga tayanch nuqta qidiradi. Shuning uchun taqqoslaydi. Muammo taqqoslash o'zida emas. Muammo nimani va kimni mezon qilib olayotganimizda. O'rtog'im shunaqa degandiki, Instagramga kirganimdan keyin o'zimni juda ham oddiy his qilaman derdi. Men undan har doim so'rardim, Instagramda odamlar yig'layotgan paytini ko'rasizmi? Yo'q. Imtihondan yiqilgan paytlarini-chi? Yo'q. Oilaviy kelishmovchiliklarni-chi? Yo'q, hech qaysini ko'rmaydi. Nimaga ularning hayoti mukammal degan xulosaga kelasiz unda degandim. Biz bir necha soniyalik videolarni ko'ramiz. Miyamiz esa, demak, uning hayoti doim shunaqa ekan degan xulosalarni chiqaradi va eng katta xato aynan shu yerda boshlanadi. Biz o'zimizni 24 soatlik haqiqiy hayotimizni birovning 30 soniyalik eng chiroyli lahzasi bilan taqqoslaymiz. Bunaqa taqqoslashda esa g'olib bo'lish iloji yo'q. Lekin shu yerda meni o'ylantiradigan yana bitta savol bor. Agar hammamiz Instagramga hayotimizdagi eng go'zal lahzalarni joylayotgan bo'lsak, nega ayrim blogerlarning hayoti mutlaqo mukammal deb ko'rinadi? Rostdan ham ularning hayoti shunaqa? Yoki biz kamera ortida qilayotgan haqiqatlarni ko'rmayapmizmi? Keling, aynan shu haqida gaplashamiz. Shu paytgacha biz bitta narsani tushundik. Muammo Instagram o'zida emas. Muammo miyamizni ko'rgan narsasini haqiqat deb qabul qilishdi. Lekin endi sizga bitta savol bermoqchiman. Nimaga aynan blogerlarning hayoti bizga shunchalik mukammal deb ko'rinadi? Rostdan ham ularning hayoti shunaqa yoki biz ko'rmayotgan boshqa tomonlar ham bormi? Menimcha bu savolga javob berishdan oldin bitta narsani tan olishimiz kerak. Biz ijtimoiy tarmoqlarda hayotda emas, kontentlarni ko'ramiz. Bu ikkalasi bir xil narsa emas. Tasavvur qiling, sizni bugungi kuningiz boshidan oxirigacha videoga olindi. Ertalab uyg'ondingiz, sochingizni tartiblisiz, dars qildingiz, charchadingiz, bir payt kayfiyatingiz tushdi, yana boshqa bir payt kayfiyatingiz oshdi, onangiz bilan gaplashdingiz, telefoningizni qidirib yurdingiz, ovqat tayyorladingiz, kitob o'qidingiz, yana chalg'idingiz, keyin sizga shunaqa deyishadi. Endi shu 24 soatdan faqat 30 soniyani tanlang deyishadi. Qaysi qismini tanlaysiz? Albatta eng chiroyli qismini, to'g'rimi? Yaxshi chiqqan suratingizni, chiroyli qahvaxonada choy ichganlaringizni yoki biror bir oyingizga yordam berganingizni yoki xursandchilik tuyg'ularingizni, to'g'rimi? Hech kim eng og'ir kunini birinchi bo'lib internetga qo'yishga shoshilmaydi va bu mutlaqo tabiiy hisoblanadi. Ba'zan izohlarda shunaqangi gaplarni o'qiymanki, blogerlarning hayoti juda ham zo'r. Lekin faoliyatim davomida
kontent yaratuvchilar bilan ishlaganimda bitta narsani juda yaxshi tushundim. Kamera yoqilgandagi hayot bilan kamera o'chirilgandagi hayot har doim bir xil emas. Buni noto'g'ri tushunmay, men blogerlarni yolg'on gapirishyapti demoqchi emasman. Aslo. Blogerlar ham siz u biz kabi insonlar. Uni ham charchaydigan kunlari bor. O'ziga ishonmay qoladigan paytligi bo'ladi. Oilaviy muammolari bo'lishi mumkin. Ba'zan ishlari yurishmaydi. Bularni hammasini internetga joylashga majburmiz. Xuddi siz majbur bo'lmaganingiz kabi. Nimaga faqat yaxshi kadrlarni ko'ramiz unda deyishingiz mumkin. Buning yana bitta sababi bor. Siz kontent yaratuvchisiz. Ikki xil video tayyorladingiz. Birinchisi shunchaki oddiy kuningizni ko'rsatdingiz. Ikkinchisi esa chiroyli kiyimlaringizni kiyib, yaxshi yorug'likda, yaxshi montaj bilan video tayyorladingiz. Sizningcha qaysi biri ko'proq ko'riladi? Albatta ikkinchisi. Shuning uchun ham vaqt o'tishi bilan ijtimoiy tarmoqlar eng chiroyli, eng hissiyotli va eng qiziqarli kadrlari bor videolarni ko'paytirib boradi. Bu blogerlarning tanlovi bo'lmaydi. Bunga algoritm ta'sir qiladi. Chunki algoritm odamlarni uzoqroq ushlab turadigan kontentni ko'proq tavsiya qila oladi. Natijada bizning lentamiz tobora mukammal ko'rinadigan videolar bilan to'lib boradi. Muammo blogerlarda emas. Muammo biz ularni eng yaxshi kunlarini o'zimizning eng oddiy kunlarimiz bilan solishtirayotganimizda boshlanadi. Tasavvur qiling, bitta qiz universitetni bitirdi, diplomini oldi, Instagramga suratini qo'yadi. Siz esa uni ko'rib, "Voy, hamma nimagadir erishibdi" deb o'ylashingiz mumkin. Lekin siz uni shu diplomi uchun necha yil mehnat qilganini ko'rmadingiz-ku. Qancha imtihon topshirganini ko'rmadingiz, qancha marta yiqilganini ko'rmadingiz. Biz faqat natijani Instagram orqali ko'ramiz. Jarayonni esa deyarli hech qachon ko'rmaymiz. Menimcha, internetdagi eng xavfli yolg'on bu yolg'on gap emas. Eng xavflisi to'liq bo'lmagan haqiqat. Chunki to'liq bo'lmagan haqiqat ham odamni noto'g'ri xulosaga olib kelishi mumkin. Shuning uchun Instagramni ochganingizda doim o'zingizga eslatib turing. Men hozir odamlarning hayotini emas, ular ko'rsatishni tanlagan qisminigina ko'ryapman deb. Mana shu bitta fikrni o'zi ham sizni ko'plab keraksiz taqqoslashlardan saqlashi mumkin. Lekin meni bitta savol qiziqtiradiki, agar biz bularni hammasini bilsak ham nimaga baribir telefonimizni qo'limizga olamiz? Nimaga endi Instagramda o'tiramiz? Hozir sizda bitta savol tug'ildimi? Agar biz shunchasini bilamiz, hammasini yomonligini bilib tursak ham nimaga qo'limizdagi telefonni olib Instagramda o'tiramiz? Atigi 5 daqiqaga kiramiz deymiz, oradan 1 soat o'tib ketadi. Nimaga kitob o'qiyotganimiz yoki dars qilayotganimizda qo'limiz beixtiyor yana telefonga qarab cho'ziladi? Bu iroda masalasimi? Yoki miyamiz ichida ham bundan ham murakkabroq boshqa jarayonlar sodir bo'ladimi? Sizda ham shunaqa savollar tug'ilgan? Menda ham tug'ilgan. Keling, endi aynan shu haqida gaplashamiz. Shu paytgacha ikkita muhim narsani tushundik. Birinchidan, Instagram bizni boshqalar bilan taqqoslashga moyil qiladi. Ikkinchidan, biz internetga odamlarni butun hayotini emas, ular ko'rsatish tanlagan qisminigina ko'ramiz. Lekin endi muhim bitta savolga keldik. Agar bularni hammasini bilsak ham nimaga telefonni qo'yib Instagramni o'chira olmaymiz? Axir biz 5 minutga kiramiz deb kirgandik-ku. Kimdir sizga bitta qutida sovg'a berdi. Ichida nima borligini bilmaysiz. Ba'zida pul chiqadi, ba'zida qog'oz, ba'zida hech narsa chiqmaydi, to'g'rimi? Lekin baribir ham yana ochish xohlaysiz. Nimaga? Chunki keyingi safar nima chiqishini bilmaysiz. Telefon ham xuddi shunaqa ishlaydi. Instagramni ochasiz, birinchisi video oddiy, ikkinchisi qiziq, uchinchisi kulgili, to'rtinchisi sizni hayratda qoldiradi. Miya bizga shunaqangi bir fikr beradiki, yana bitta ko'r, balki undan ham qiziqrog'i chiqadi degan. Va shu sababli siz scrollni to'xtata olmaysiz. Ko'p joylarda dopamin baxt gormoni degan gap eshitamiz, to'g'rimi? Oddiy qilib aytganda, dopamin miyani harakatga undaydigan signal. U sizga yana bitta urinib ko'r, yana och, yana tekshir deydi. Masalan, telefon o'chirilganida siz hali xabar o'qimadingiz, lekin qo'lingizda allaqachon telefonga ketadi. Nimaga? Chunki miyangiz mukofotda emas, mukofot bo'lishi mumkinligini kutmoqda. Instagram, TikTok va boshqa platformalar aynan shu kutish hissini juda yaxshi ishlata oladi. Shuning uchun ba'zida telefonni qo'yish qiyin bo'lib tuyuladi. Telefon miyamizni qanaqa o'zgartiradi? Hech o'ylab ko'rganmisiz? Telefonni ko'p ishlatish faqat sizni vaqtingizni olmaydi. U asta-sekin miyangizni ishlash usuliga ham ta'sir qilishi mumkin. Birinchisi, diqqatingizni qisqartiradi. Bir paytli yarim soat davomida dars qilgan bo'lsangiz, endi 5-10 daqiqadan keyin telefoningizga qaragingiz keladi. Bu siz aqlli emasligingiz uchun emas, miyangiz tez-tez yangi rag'batga o'rganib qolgani uchun. Ya'ni miya fikr fikrlash tizimiga o'tadi. Ikkinchisi,
kitob zerikarli tuyula boshlaydi. O'ylab ko'ring, Reels videosiga birinchi soniyadoq ushlab qolishi kerak, to'g'rimi? Hook bo'lish kerak. Aks holda uni o'tkazib yuborasiz. Kitob esa sizdan sabr talab qiladi. Kitobning eng muhim qismlari 50 yoki 100-betdan keyin boshlanadi. Muallif fikrlarini asta-sekin ochadi. Agar miyangiz doimo tez almashadigan kontentga o'rganib qolsa, kitob sekinligi zerikarli tuyulishi mumkin. Bu kitob yomonligi uchun emas, miyangiz tezlikka moslashib qolganligi uchun. Uchinchisi, toqat kamayadi. Oldin avtobus kutayotganingizda odamlar shunchaki atrofga qarab o'tirishardi. Hozir esa 3 daqiqa ham telefonsiz o'tirish qiyin. Navbat kutyapsiz, telefoningiz, liftdasiz, telefoningiz, ovqat tayyor bo'lguncha telefon o'ynab turasiz. Natijada miyamiz sukut va zerikishni deyarli unutib qo'yadi. Holbuki aynan zerikkan paytlarimizda yangi g'oyalar tug'iladi. Miyamiz dam oladi va bizning ijodiy qobiliyatlarimiz ishlay boshlaydi. To'rtinchisi, chuqur fikrlash kamayadi. Chunki deyarli hamma ma'lumot telefonda. Biror narsa eslab qolish o'rniga keyin Googledan yoki ChatGPTdan toparman deb o'ylaymiz. Bu qulay, lekin asta-sekin miyamiz uzoq vaqt bitta fikr ustida ishlashga kamroq odatlanadi. Shuncha fikrlarni eshitganingizdan keyin g'alati bo'lib qoldingizmi? Sizga bitta xabarim bor endi. Miyamiz juda moslashuvchan bo'ladi. Qanaqa qilib tezkor kontentga o'rgangan bo'lsa, xuddi shunaqa yana chuqurroq diqqatga ham o'rganish mumkin. To'g'ri, u bir kunda bo'lmaydi, lekin kichkina odatlar bilan boshlanadi. Masalan, ertalab uyg'onishingiz bilan telefonni emas, o'zingizni tanlang. Dars qilayotganingizda telefonni ko'rinmaydigan joyga qo'ying. Har kuni 20 daqiqa uzluksiz kitob o'qishga harakat qiling. Ba'zida ataylab telefonsiz sayr qiling. Zerikishdan qochmang. Bo'sh qolishdan qochmang. Chunki zerikish miyangizni dushman emas. Ba'zan u sizda ijodkorlikni boshlanishi ham bo'lishi mumkin. Bugun biz 3 ta muhim narsani tushundik. Birinchidan, Instagram ko'pincha bizni boshqalar bilan taqqoslashga undaydi. Ikkinchidan, ijtimoiy tarmoqlarda ko'rayotganimiz odamlarning butun hayoti emas, balki ular tanlab ko'rsatayotgan lahzalar. Va uchinchidan, telefon shunchaki vaqtimizni olmaydi. Agar undan biz ongsiz ravishda foydalansak, u diqqatimiz, odatlarimiz va fikrlash tarzimizga ham ta'sir qilishi mumkin. Lekin men sizni telefonni o'chirib tashlashga chaqirmayman, chunki muammo texnologiyada emas, muammo boshqaruv kimning qo'lida ekanligida. Agar siz telefonni boshqarsangiz, u siz uchun foydali vosita bo'ladi. Ammo telefon sizni boshqarsa, eng qimmat boyligingiz, e'tiboringiz, diqqatingiz asta-sekin qo'lingizdan ketadi. Bugungi dunyoda pul yo'qotilganida uni qayta topish mumkin, lekin vaqt qaytarib bo'lmaydi. Va vaqt qayerga ketishi avvalo diqqatingiz qayerga ketayotganiga bog'liq. Shuning uchun bugun o'zingizga muhim bitta savolni bering. Men telefonimdan foydalanyapmanmi yoki telefon mendan foydalanyaptimi deb. Agar video siz uchun foydali bo'lsa, uni yaqinlaringiz bilan ulashing. Balki aynan shu suhbat kimnidir o'ziga vaqtiga bo'lgan munosabatini o'zgartirar. Obuna bo'lishni unutmang, chunki bu yerda biz shunchaki motivatsiya haqida emas, hayotimizdan ilmiy asosda yaxshiroq tushunishga harakat qilamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'ling.